Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlarga menisk jarohatlarida keng qo'llaniladigan Apley compression test haqida gapirib beramiz. Apley kompression testi bemorni qoringa yotgan holatda bajariladi. Bemorni tizza bo'g'imini 90 gradusga bukiladi. Tovon qismiga pastga bosim beriladi va tashqi hamda ichki rotatsiya amalga oshiriladi. Tashqi rotatsiyada tizzaning ichki qismida hosil bo'ladigan og'riq medial menisk jarohatiga va ichki rotatsiyada tizzaning tashqi qismida hosil bo'ladigan og'riq lateral meniskni jarohatiga ishora qiladi. Apley testining Rina Napoliga ko'ra sezuvchanligi 83.7, spesifikligi 71.4 ni tashkil etadi. Xulosa qilib aytganda, Apley kompression testi ikkala meniskni ham klinik sharoitda oddiy va oson diagnostika qilishga imkon beradi. Bu testning musbatligi albatta tizzani MRT tekshiruvdan o'tkazish zarur ekanligini ko'rsatadi.